Özünü üzüdün soraydigan kız, bulduqlap pürekligen qızıl ətirgül misalıdır ki, barcha ətraf onun xuşididin məs xuş bolğusi. Şundaq, qız ayılışı, asırılış gerek. Elbette, töt ətrafidin qoğdılış gerek. Qız təbiyyəti nazik kelidu deyişidu. Onun hər kimnin içiki kelidu. Әне şundaq nazikluq hər bir qoruğusu bıqtartqından, hatta yoldaşı aldıda butulkının ağzını açılmaydigan şairəni qızlarını tunaydım. Biroq uyaqның nazikluqi ömür mahbubi üçün idi. Yoldashining mavjudligining hasi muhim ekanligini onunğa hardam bildirish uchun edi. Lekin hozirgi qizlar nazikligini ichidan palqigan zinoqlardan emas, balki birovlarning erkiltishidan izlab qolganida. Biz qizlarning eng suyimli xulqi bilan nozikligi tiran-piran bo'lmoqda. Men jasurligidan bir oilani, qarindishining holini so'rayotgan qizlarni ham bilaman. Kim deydi? Ularning o'zlarini asirg'isi yo'q deb, qizlik shuari to'lg'isi yo'q deb. Lekin ularga singini qizlik so'riqi, topidig'ini qizlik g'ururi. Shunga men huzurlanaman. O'zining holini birovga ko'rsatmaydigan ana shunday qizlardan faxrlanaman. Qo'lim qopirib ketsa-mu, levim qanmasin deb tirajaydigan qizlik qomatlardan qiz bargisi sunmaydi. Tushmaydi. Uni asrashni bilgan, usug'iniga suv bo'la oladigan, o'z gulini kun nuridan emas, balki oy sho'lisidan qizg'ina oladigan qo'llarda sunmaydi.